Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim va ko'pchilikni befarq qoldirmaydigan mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz yoki sizning yaqinlaringiz 1991 yilgacha ta'lim olgan bo'lsangiz va hozir pensiyada bo'lsangiz yoki pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki sizni juda muhim bir yangilik kutmoqda. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Bu haqiqatan ham hayotiy ahamiyatga ega. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka foydali bo'lishi mumkin. Xo'sh, muammo nimada va qanday o'zgarishlar yuz berdi? Avvallari Sovet ittifoqi davrida ta'lim tizimi butunlay davlat nazoratida edi. Oliy o'quv yurtlarida, o'rta maxsus o'quv yurtlarida, kasb-hunar maktablarida olingan kunduzgi ta'lim davri ko'p hollarda pensiya uchun mehnat stajiga qo'shib hisoblangan. Buning sababi oddiy edi. Davlat sizning ta'limingizga sarmoya kiritgan. Siz esa o'qishni tamomlaganingizdan so'ng darhol davlat korxonalarida yoki tashkilotlarda ishlashga yo'naltirilgan edingiz. Ta'lim bu kelajakdagi mehnat faoliyatining uzviy qismi hisoblanardi. Masalan, biror bir universitetda 5 yil o'qigan shaxs bu davrni o'zining umumiy mehnat stajiga qo'shishi mumkin edi. Ayniqsa, agar o'qishdan so'ng darhol ishga joylashsa. Bu tizim juda mantiqiy edi. Chunki ta'lim yillari insonning kasbiy shakllanishi va jamiyatga xizmat qilishiga tayyorgarlik davri deb qaralardi. Davlat bu davrni shunchaki o'tkazib yuborilgan vaqt emas, balki kelajakdagi mehnat faoliyati uchun investitsiya sifatida qabul qilardi. Shuning uchun ko'pgina Sovet davri hujjatlarida, masalan, mehnat daftarchasida Trudovaya Knishka universitetda o'qish davri ham alohida qayd etilar edi. Ba'zida hatto ishga kirishdan oldingi xizmat staji sifatida belgilangan. Lekin 1931 yildan keyin O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng pensiya qonunchiligida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Yangi qonunlar qabul qilindi, ba'zi eski qo'shimchalar esa o'z kuchini yo'qotdi yoki ularning talqini o'zgardi. Natijada ko'plab fuqarolar, ayniqsa 1911 yilgacha ta'lim olganlar, pensiya hisob-kitoblarida o'zlarining kunduzgi ta'lim yillarini mehnat stajiga kiritilishidan bexabar qolishdi yoki bu imkoniyat ularga berilmadi. Pensiya fondi xodimlari ham ba'zida bu nuansasini bilmasliklari yoki eski qoidalarni yangi qonunchilikka moslashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin edi. Shu bois minglab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan bir necha yillik stajdan mahrum bo'lib kelishdi. Bu esa ularning pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qildi. Eng achinarlisi shundaki, ko'pchilik bu haqda hatto bilmas edi. Ular pensiya hisob-kitoblarini ko'p ham chuqur o'rganmasdan qonun shunday bo'lsa kerak deb qabul qilavergan. Bu esa ularning qonuniy huquqlaridan to'liq foydalana olmasligiga olib keldi. Endi esa eng qiziq va muhim qismga o'tamiz. Yaqinda qabul qilingan ba'zi tushuntirishlar va xonibliklar, shuningdek amaldagi qonunchilikning chuqurroq tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, 1991 yilgacha olingan kunduzgi ta'lim davri ko'p hollarda pensiya uchun mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Bu yangi qonun emas, balki amaldagi qonunchilik normalarini eski. Sovet davri qoidalari bilan uyg'unlashtirish va fuqarolarning haqli talablarini qondirishga qaratilgan harakatdir. Davlat endilikda bu masalaga jiddiy e'tibor qaratib, fuqarolarning huquqlarini to'liq ta'minlashga intilmoqda. Birinchi asosiy qism, nimani bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga keragi yo'q. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu imkoniyatning mavjudligi. Agar siz 1991 yilning 1 yanvarigacha oliy ta'lim muassasalarida, universitetlar, institutlar, o'rta maxsus o'quv yurtlarida, texnikumlar, kollejlar yoki kasb-hunar maktablarida kunduzgi bo'limda o'qigan bo'lsangiz, bu davr sizning pensiya stajingizga qo'shilishi mumkin. Bu qoida asosan to'liq kunlik, ya'ni kunduzgi ta'lim shakliga tegishli. Masalan, agar siz 1905 yildan 1990 yilgacha universitetda o'qigan bo'lsangiz, bu 5 yillik davr pensiya stajingizga qo'shilishi mumkin. Bu albatta sizning umumiy mehnat stajingizni oshiradi va natijada pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kimlar foyda olishi mumkin? 1991 yilgacha kunduzgi ta'lim olganlar. Agar siz to'liq stavkada, ya'ni kunduzgi bo'limda o'qigan bo'lsangiz, bu universitet talabalari, texnikum yoki kollej o'quvchilari va kasb-hunar maktablarida tahsil olganlarni o'z ichiga oladi. Pensiya hisob-kitoblarida ta'lim davri hisobga olinmaganlar.
Agar sizning pensiyangizni hisoblashda ta'lim davringiz umuman e'tiborga olinmagan bo'lsa, siz albatta harakat qilishingiz kerak. Bu eng keng tarqalgan holat. 30 o'qishni tugatgandan so'ng darhol ishga joylashganlar. Ko'pgina hollarda ta'lim davri mehnat stajiga qo'shilishi uchun o'qishni tamomlagandan so'ng ma'lum bir muddat ichida ishga joylashish talab qilingan. Bu shart ayniqsa davlat yo'llanmasi bilan ishga yuborilganlar uchun juda muhim edi. Endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol. O'qituvchi Ayjon opa. Ayjon opa 1993 yildan 1998 yilgacha Toshkent davlat pedagogika universitetining kunduzgi bo'limida o'qigan. Universitetni tugatgach, darhol qishloqdagi maktabga o'qituvchi bo'lib ishga joylashgan va butun umr shu sohada faoliyat yuritgan. 2015 yilda pensiyaga chiqqanida uning 5 yillik universitetda o'qigan davri umumiy mehnat stajiga kiritilmagan. Unga jami 30 yillik staj hisoblangan. Yangi tartiblar yoki tushuntirishlar tufayli Ayjon opa pensiya fondiga murojaat qilib o'zining diplomini va mehnat daftarchasini taqdim etadi. Pensiya fondi xodimlari uning 5 yillik ta'lim davrini qo'shib hisoblagach, Ayjon opaning umumiy staji 35 yilga yetadi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada, masalan, har oyda 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha oshirishga olib kelishi mumkin. Bu uning uchun har oyda qo'shimcha daromad, yiliga esa katta miqdordagi mablag' demakdir. İki misol, muhandis Baxtiyor aka. Baxtiyor aka 1960 yildan 1965 yilgacha Toshkent Politexnika institutida kunduzgi bo'limda tahsil olgan. Institutni tamomlagach, bir zavodda 3 yil muhandis bo'lib ishlagan. So'ngra oilaviy sabablarga ko'ra bir muddat ishlamagan. Masalan, 1 yil. Keyin boshqa korxonaga ishga kirgan. Pensiyaga chiqqanida uning ta'lim davri hisoblanmagan edi. Baxtiyor aka uchun darhol ishga joylashish sharti biroz murakkabroq ko'rinishi mumkin. Biroq agar qonunchilikda darhol degan so'z uchun aniq muddat belgilanmagan bo'lsa, masalan, 3 oydan 6 oygacha yoki agar uzrli sabab bo'lgan bo'lsa, masalan, kasallik, bu davr ham stajga qo'shilishi mumkin. Baxtiyor aka o'z diplomini, mehnat daftarchasini va zavoddan olgan ma'lumotnomalarni pensiya fondiga taqdim etib, o'zining 5 yillik o'qish davrini stajiga qo'shishni so'raydi. Ehtimol uning holatida pensiya fondi qo'shimcha hujjatlar so'rashi yoki vaziyatni chuqurroq o'rganishi mumkin. Lekin baribir bu imkoniyat mavjud va uning foydasiga hal bo'lishi mumkin. Bu uning pensiyasiga kamida 10 ming so'm qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Uchinchi misol, ishi Dilfuza opa. Dilfuza opa 1998 yildan 1990 yilgacha Kasb-hunar maktabida tikuvchilik mutaxassisligi bo'yicha o'qigan. Maktabni tugatgach, darhol tikuvchilik fabrikasiga ishga kirgan va ko'p yillar davomida ishlagan. Uning 2 yillik Kasb-hunar maktabida o'qigan davri pensiya stajiga qo'shilmagan. U ham pensiya fondiga murojaat qilib, maktabni tamomlagani haqidagi diplomini yoki attestatini va mehnat daftarchasini taqdim etadi. Uning holatida 2 yillik staj qo'shilishi pensiya miqdorini, masalan, 10 ming so'mdan 50 ming so'mgacha oshirishi mumkin. Garchi bu miqdor Ayjon opanikiga nisbatan kamroq bo'lsa-da, bu uning har oylik byudjeti uchun juda katta yordamdir. Ikkinchi asosiy qism istisno, qaltis jihatlar va aniq nuanslar. Bu imkoniyat universal emas va ba'zi istisno va aniq jihatlari bor. Ularni bilish sizning ishingizni osonlashtiradi va vaqtingizni tejaydi. Istisnolar: 1. Sirtqi va kechki ta'lim. Qoida bo'yicha sirtqi yoki kechki evening bo'limlarda o'qish davri. Agar shu vaqtda fuqaro ishlamagan bo'lsa, mehnat stajiga kiritilmaydi. Agar siz sirtqi bo'limda o'qib turib, shu bilan birga ish faoliyatingizni ham davom ettirgan bo'lsangiz, unda sizga faqatgina ishlagan davringiz pensiya stajiga kiritiladi. O'qish davri esa ish stajiga qo'shilmaydi. Chunki siz allaqachon ishlab mehnat stajini shakllantirgan bo'lasiz. Bu yerda asosiy prinsip shuki, odam bir vaqtning o'zida ham o'qigan, ham ishlagan bo'lsa, uning uchun faqat ish staji hisobga olinadi. Oliy ta'limni kunduzgi shaxta olganlarda esa bu davr ishlab turgan davrga tenglashtiriladi. Chunki bu davrda ular ishlay olmaganlar. 2. Harbiy xizmat. Harbiy xizmat davri odatda pensiya stajiga alohida hisoblanadi va u ta'lim davri bilan bog'liq bo'lmagan alohida to'yfa hisoblanadi. Agar ta'lim davri harbiy xizmat bilan ustma-ust tushgan bo'lsa, bu kamdan kam holat. Unda qaysi davr foydaliroq bo'lsa, o'sha hisobga olinadi. Lekin odatda bu ikki davr bir-biriga bog'liq emas. Aspirantura va stajirovka. Aspirantura
ilmiy tadqiqot instituti yoki oliy o'quv yurtida ilmiy unvon olish uchun o'qish va stajirovka davrlari har doim ham pensiya stajiga kiritilmaydi. Bu holatlar ko'pincha alohida tartibda ko'rib chiqiladi va ularning stajga qo'shilishi uchun maxsus shartlar, masalan, stipendiya olganlik, ilmiy xodim sifatida rasmiylashtirilganlik talab etilishi mumkin. Shu sababli agar sizda shunday davrlar bo'lsa, pensiya fondidan aniq tushuntirish olishingiz zarur. Qaltis jihatlar va to'siqlar. Hujjatlarning yo'qolishi eng katta muammolardan biri bu eski hujjatlarning, masalan, diplomlar, attestatlar, o'quv yurtlaridan ma'lumotnomalarning yo'qolishi. Agar sizda original hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, vahima qilmang. Siz o'qigan ta'lim muassasasining arxividan ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Agar ta'lim muassasasi yopilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi yoki tegishli davlat arxividan ma'lumot olishga harakat qiling. Ba'zi hollarda 2 nafar guvohning ko'rsatmasi, agar ular ham siz bilan o'qigan bo'lsa, ham qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu murakkabroq yo'l. Eng avvalo rasmiy arxiv ma'lumotlarini izlash kerak. 2. Astronos pensiya fondi xodimlarining tushunmovchiligi. Ba'zida pensiya fondi xodimlari ham qonunchilikning barcha nuansaslari va oxirgi tushuntirishlardan to'liq xabardor bo'lmasliklari mumkin. Agar sizga rad javobi berilsa, sababini yozma ravishda berishlarini talab qiling. Bu sizga keyinchalik yuqori idoralarga murojaat qilishda asos bo'ladi. Rad javobini olmasdan qaytish xato. Sababini bilish sizning keyingi qadamlaringizni aniqlashga yordam beradi. 30 mintaqaviy qoidalar. Garchi asosiy qonunlar respublika miqyosida yagona bo'lsa-da, ba'zi hollarda mintaqaviy ijro organlarining o'ziga xos talqinlari yoki amaliyotlari bo'lishi mumkin. Bu holatda yuqori turuvchi pensiya fondi organlariga yoki Adliya vazirligiga murojaat qilish kerak. Asliq noaniq nuanslar, asliq darhol ishga joylashish tushunchasi. Bu yerda darhol degan so'zning aniq ma'nosi juda muhim. Bu bir hafta, 1 oy yoki 6 oymi? Odatda bu 3 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatni anglatadi. Lekin aniq qonuniy belgilangan muddatni pensiya fondi xodimlaridan aniqlash kerak. Agar sizning holatingizda o'qishni tamomlagandan keyin ishga joylashishda uzilish bo'lsa, pensiya fondi bilan bu masalani batafsil muhokama qiling. Ba'zan uzrli sabablar, masalan kasallik, homiladorlik va tug'ish ta'tillari ham hisobga olinadi. 2 as muddatidan oldin pensiyaga chiqish imkoniyati agar ta'lim davrini stajga qo'shish sizning umumiy mehnat stajingizni shunday oshirsa-ki. Natijada siz muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lsangiz, bu juda katta imtiyozdir. Masalan, ba'zi kasblar, ko'nchilar, og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar uchun talab qilinadigan staj miqdori bor. Agar sizda shu stajga ta'lim davri qo'shilib, u cheklovdan oshsa, bu sizga muddatidan oldin nafaqaga chiqish huquqini berishi mumkin. 3 uzluksiz mehnat staji. Sovet davrida uzluksiz mehnat stajining ahamiyati juda katta edi. Ba'zida ta'lim davrini qo'shish uzluksiz stajga ta'sir qilishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga bevosita ta'sir etmasligi mumkin, lekin ba'zi imtiyozlar uchun muhim bo'lishi mumkin edi. Bugungi kunda uzluksiz stajning ahamiyati biroz pasaygan bo'lsa-da, ba'zi eski pensiya to'lovlarida u haligacha hisobga olinishi mumkin. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qism: nima qilishingiz kerakligi haqidagi aniq ko'rsatmalar. Bu har bir qadamni jiddiy bajarish orqali siz o'z pensiyangizni oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng qadam hujjatlarni to'plang. Astushk, sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar quyidagilardir. Astushk, diplomingiz yoki attestatingiz. Bu sizning ta'lim olganingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Agar ta'lim muassasasini tugatmagan bo'lsangiz ham, o'qigan davringizni tasdiqlovchi akademik ma'lumotnomalar, masalan, o'quv rejasi, baho varaqasi kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasi, trudovaya knishka. Unda sizning ish stajingiz va ishga joylashgan sanalaringiz qayd etilgan bo'ladi. Bu ayniqsa o'qishdan keyingi ishga joylashish davrini tasdiqlash uchun muhim. Pasportingiz, shaxsingizni tasdiqlash uchun. Pensiya guvohnomangiz, agar pensiyada bo'lsangiz. Barcha hujjatlarning aslini va nusxalarini tayyorlang. Eng qadam, hozirgi pensiya hisob kitobingizni tekshiring. Pensiya fondiga murojaat qilib, o'z pensiyangiz qanday hisoblanganligi, qaysi davrlar mehnat stajiga kiritilganligi haqida batafsil ma'lumotnoma, raspechatka so'rang. Bu ma'lumotnomada sizning barcha mehnat staji davrlaringiz aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Aynan shu hujjatni sinchiklab o'rganing va 1991 yilgacha bo'lgan ta'lim davringiz unga kiritilganmi yoki yo'qmi, shuni aniqlang. Agar u yerda ta'lim davringiz qayd etilmagan bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. 3 qadam. Pensiya fondiga shaxsan murojaat qiling.
Barcha hujjatlaringiz bilan yashash joyingizdagi pensiya fondining tuman, shahar bo'limiga boring. Chunki umumiy savollar bilan emas, balki aniq bir maqsad bilan boring. Mening boshlangan yildan tugagan, yilgacha bo'lgan ta'lim pensiya stajiga kiritilmagan deb hisoblayman. Amaldagi qonunchilikka ko'ra bu davr stajga qo'shilishi lozim. Iltimos bu masalani ko'rib chiqing degan mazmunda murojaat qiling. Hujjatlaringizni ko'rsating va vaziyatingizni tushuntiring. Xodim bilan suhbatlashing va ular tomonidan beriladigan har qanday savolga aniq javob bering. Suhbat jarayonida o'zingizni tuta bilish va muloyim bo'lish juda muhim. 40 qadam rasmiy ariza yozing. Agar pensiya fondi xodimlari sizning haqligingizni tasdiqlasa, ular sizga pensiyani qayta hisoblash uchun rasmiy ariza yozish tartibini tushuntiradi. Arizada sizning ta'lim davringizni pensiya stajiga kiritishni so'rashingiz va tegishli hujjatlarni ilova qilishingiz kerak. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Birini pensiya fondiga topshiring va ikkinchisiga qabul qilinganligi haqida belgi, shtamp, sana, xodim imzosi qo'yishlarini so'rang. Bu sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Agar pensiya fondi xodimlari sizga rad javobini bersa, rad etish sabablari ko'rsatilgan yozma xulosa berishlarini talab qiling. Bu yozma rad javobi sizning keyingi harakatlaringiz uchun asos bo'ladi. Asas 5 qadam. Apellyatsiya va huquqiy yordam. Agar sizga pensiya fondi asossiz ravishda rad javobini bergan bo'lsa, tushkunlikka tushmang. Sizda apellyatsiya qilish huquqi bor. Asl yuqori turuvchi pensiya fondi organlariga murojaat qiling. Tuman, shahar pensiya fondining qaroridan norozi bo'lsangiz, viloyatdagi pensiya fondi boshqarmasiga yoki Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasiga yozma ravishda shikoyat qiling. Shikoyatga rad javobini va barcha hujjatlar nusxalarini ilova qiling. Prokuratura yoki sudga murojaat. Agar yuqori pensiya fondi organlari ham sizning talabingizni qondirmasa, oxirgi chora sifatida prokuratura organlariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu holatda malakali yurist yordamidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Advokat sizning huquqlaringizni himoya qilishda va kerakli hujjatlarni tayyorlashda yordam beradi. Eng muhimi sabrli bo'ling va qat'iyat ko'rsating. Bu jarayon bir zumda hal bo'lmasligi mumkin. Lekin o'z haqingizni talab qilishdan to'xtamang. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, agar siz 1991-yilgacha ta'lim olgan bo'lsangiz, pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyati mavjud. Bu sizning har oylik pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi va sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashi mumkin. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Ushbu video orqali olgan ma'lumotlaringiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu mavzu bo'yicha sizning qanday fikrlaringiz bor? Sizning ta'lim davringiz pensiya stajingizga kiritilganmi? Yoki siz ham shunga o'xshash muammolarga duch keldingizmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi muhim videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.